Salam aziz turdoshlarim, Mevlana'nın şu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Mana bu qatim bolalarımning sizlar ko'rishga taqozo bo'layotgan dadasini olib keldim. Mana ko'rayotganlaridek bu yo'g'onbosh odam mana bolalarımning dadasi shu. Bu bolalarım shunchalik xushal dadasidan qaytib kelganidan. Bolaman kunni kechda mush paylasida o'ynaydi. Men bir ayol kishi chetda qarab o'tirma. O'ynay desam ya qo'shmaydi, qaranglar. Men mush holatda bu to'rt akishning qatida qarab o'tirib o'zim bildim. Hey, men nima bo'lib qolgandim, sizlar nima ish qilib men nima ish qilib bir talla deb o'tirma, o'zim gap qilib mana sizlar ko'rayotgandek mana shunchalik men bilan qanchalik baxtlik his qilgan bo'lsa, o'zining bolalarim dadasi bilan shunchalik baxtli. Men bular quvvat joylarimni damlab olmayman. Bular o'z menimda chetga qiyib o'tirdi, qaranglar.